Assalomu alaykum matematika prime kanali a'zolari. Men bu testni bu misolni kanalga bugun tashladim va tahlilini qilib beraman. Bizda aytilyapti, tenglamaning ildizlari nechta deyapti. Bu juda oddiy misol, yechilishini o'rgansangiz bo'ldi. Bir marta ko'rishda o'rgansa bo'ladi. Men eng oson va maksimalni yaxshi tushuntirishga harakat qilaman. Mana modulli ifodalar kelimi, modul ichiga shart qo'yib ochib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hozir modul ichini men x ni 0 ga tenglashtirsam, sovuqni chizaman. Mana qara, sovuqni chizaman. Keyin x ni 0 ga tenglashtirsam 0 bo'ladi. 0 dan keyin baqa ikkita bo'ladi. 0 dan kichkinasini bitta deyman. 0 dan kattasini ikkinchi usul deyman. Hozir birinchi usul bilan ishlab ko'ramiz. 0 dan kichkina. 0 dan kichkina sonlar qo'yamiz x o'rniga. X ning kubi modul x tashlaverish maqsadimiz. Modul ichiga manfiy son qo'ysak, manfiy bilan ochib chiqishimiz kerak. Hamma biladi. O'shaning uchun manfiy x minus 9x minus mana bu x'imizga ham manfiy son qo'ysak, mana bu yoqqa manfiy son minus qo'yishimizga to'g'ri keladi. Mana minus bilan mana minus plus bo'lib ketadi. O'shan birdan yozaman, plus 10 ko'paytirilgan x taqsim x tenglik 0. Shunday yechsak, mana bu xlar bilan xlar qisqarib ketadi. Bu x bilan bu x ni kubi qisqarsa kvadrat qolib ketadi. Shunda bizda qolyapti x ning kvadrati minusda minus 9x plus 10 tenglik 0. Endi tenglik ikkala tarafini minus 1 ko'paytirsak, kvadrat plus 9x plus 10 tenglik 0. Mana minusda bo'ladi, adashibman. Endi buni ko'paytuvchilar ajratamiz. Ko'paytuvchilarga x plus 10 x minus 1 bo'lib ajraladi. Shunda x topoladigan bo'lsak, x'imiz teng mana bu qavsimiz ichini 0 ga tenglashtiryapman. 0 ga tenglashtirsam, teng 0 bo'lsa, mana bu o'rnimizni bu yoqqa o'tkazsak, minus 10 bo'lib o'tadi. Shunda x'imiz teng bo'lyapti minus 10 ga. Minus 10. Bitta yechim bu. Endi mana bu kengisini 0 ga tenglashtiraman. Mana bu kengisini 0 ga tenglashtirsam, x'imiz teng bo'ladi 1. Lekin biz ikkala javobni ola olmaymiz. Chunki biz mana bu oraliqdagi x ni qo'ydik. X'imiz ham shu oraliqda chiqishi kerak. 0 dan kichkina deyaptimi? Birda ola olmas ekanmiz. Minus o'rnimiz esa 0 dan kichkina. Shuning uchun bu to'g'ri. Mana bu to'g'ri. Endi ikkinchi usulimiz. Mana bu 0 dan katta sonlar qo'yib ko'ramiz. Mana x'imiz o'rniga 0 dan katta sonlar qo'yib modul tashlayveramiz. 0 dan katta son qo'ysak, mana aytib ketaverdim. X'imiz o'rniga 0 dan katta son qo'ysak, modul shartdan bo'lmay qoladi. Chunki modulning vazifasi musbat qilish, lekin x'imiz musbat son bo'lyapti hozir shartimiz bo'yicha. Shuning uchun modul shunchaki tashlaveramiz. x ko'p taqsim x minus 9x minus 10 ko'paytirilgan x taqsim x tenglik 10. 0. Shunda mana x bilan x qisqarsa, x kvadrat qoladi, minus 9x. Bu x bilan bu x qisqarsa, minus 10 tenglik 0. Buni ham xuddi shunday ko'paytuvchilarga ajratamiz. x minus 10 x minus 10 x plus 1 teng 0. Shunda x'imiz teng bo'lyapti 10, x'imiz teng bo'lyapti minus 1. Biz boyagi shartimiz bo'yicha qilsak, mana bu shartimizda biz 0 dan katta qiymatlar, mana bu qiymat yo'q.
mana bu noldan katta qiymatlar berganimiz uchun minusda 1 ola olmas ekanmiz. Men mana bu yerda birdan yozib ketibman-ku. Xullas, mana buni aytib ketaman. Ko'paytuvchilar ajratishdi. X karat minus 9x minus 10 tenglik 0 bo'lsa, buni ko'paytuvchilarga ajratish o'zi topiladi-da. Xullas, mana bu mana 9imizda shunday qilishimiz kerak, shunday songa ajratishimiz kerakki, qo'shilmasi mana ikkita A bilan B topishimiz kerak. Mana A bilan B ning qo'shilmasi minus 9 bo'lishi kerak. A bilan B ning ko'paytmasi minus 10 ga teng bo'lishi kerak. Minus 10 ga teng bo'lishi kerak. Shuni son topish kerak. O'ylab topiladi-da. Buni misollar ko'p ishlayversangiz o'rganib qolasiz. Bitta qarashda yo'q, ko'paytuvchilarga ajratishni bilib qolasiz. Hozir bunda A'imizni o'rniga mana A'imizni o'rnida qo'yishimiz mumkin. Minus 10, B'imizni o'rniga qo'yishimiz mumkin 1. A ning o'rniga minus 10 qo'ysak, B ning o'rniga mana B ning o'rniga 1 qo'ysak, qo'shilmasi minus 9 beradi. Bu bilan buni ko'paytirsak, mana bu minus 10 bo'ladi. Demak, bu to'g'ri. Endi ko'paytuvchilarga ajratish bunday bo'ladi. Biz buni guruhlamoqchi edik-ku, boshqasi tegmaymiz, faqat mana shuni o'zini guruhlaymiz. Xuddi mana bu solani oldiga x yozamiz, guruhlaymiz. X kvadrat minus 10x mana oldiga ishorasi bilan birgalikda x yozdim. Keyin plus 1x. Mana bu ishorasi plus, o'shan oldiga x yozib qo'ysam mana bu bo'ladi. Endi mana bu narsani o'zini yozib olamiz. Mana bu o'zi kelyapti. Buni ham hozir o'zim yozaman. Minus 10 tenglik 0. Shunda x bilan olib chiqsak, mana bu ifodamizdan x bilan olib chiqsak, x minus 10 bo'ladi. Mana bu ifodamizdan 1 topib chiqamiz. Plus 1. Plus 1 topib chiqsak, x minus 10 qoladi. Endi mana shu ikkita ifodamizdan mana bu qavslarni bir xilligi uchun mana shu qavsni olib chiqsak, endi bularni olib chiqishda hamma bilsa kerak, matematiklar. X minus 10 x plus 1 qolgan sonlar. Mana bu ko'paytuvchilarga ajratish. Hozir men buni bundayroq qilib, chiroyliroq qilib takoyletda qo'y. Ko'paytuvchilarga ajratish. Mana biz ko'paytuvchilarga ajratishda o'rganib oldik. Endi bilmaganlar uchun o'rgatib ketdim. Endi bizda boshqa umuman shartlar qolmadi. Mana shartlarning hammasini bajarib chiqdik. Boshqa umuman shart yo'q. Demak, mana bu birinchi yechimimiz. Mana bitta yechim. Mana birinchi bitta yechim, bu ikkita yechim. Mana bilan ola olmadik. Olganimizda 4 ta yechim bo'ladi. Demak, bizda ikkita yechim ekan. Bizda shunda mana A javob to'g'ri. O'rganib qo'ying, zarar qilmaydi.